Iloyim hamisha sog' bo'linglar boshimizda. Aytganingiz kelsin opajon, sog'ayib keting. Xo'p, opajon, bir endi sizga o'xshagan bemorlarga operatsiya qanaqa o'tdi, o'zi nima shikoyatlaringiz bor edi, bir shularni aytib bersangiz. 10 yil oldin men yuragim tez urib qolardi. Yana mana bir oy 2 oy bo'ldi. Yana shuni urib tez urib tomog'imga tiqilib kelib. Keyin 2 oydan keyin yana mana kecha bo'ldim shu ishda. Tez yordamga borsak sizlarga jo'natdilar. Hozir yaxshi, ancha sizlarga rahmat kattakon. Tez urish paytida nimadir bezovtalik bo'larmidi sizda? Ha, tomog'imga tiqilib, qanaqadir tez urib keladi. Keyin miyamga buni bidaniga chiqib, qisilib qoladi miyam. Shu bilan tarqalib ketadi. Tushunarli. Shunaqa operatsiya yo'li bilan bartaraf qilish yo'li borligini bilarmidingiz? Oldin eshitganmisiz? Yo'q, eshitganim yo'q edi. Eshitganingiz yo'q edi. Operatsiya degandan keyin qo'rqib ketmadingizmi? Operatsiya qildiramanmi yuragimni deb? Birinchi qo'rqdim, lekin qo'rqdim. Qo'rqqaningizchalik bor ekanmi? Qiyin ekanmi? Yo'q, unchalik qiyin emas. Og'riqlar sezdingizmi operatsiyada? Yo'q, sezmadim. Og'riqlar sezmadingiz, a? Yo'q, sezmadim. Xudo xohlasa aritmiyangizni joyini topdik. Ablatsiya deymiz, ya'ni kuydirish bilan yo'qotdik. Nasib qayta bu taxikardiya sizni bezovta qilmaydi. Rahmat sizlarga ham kattakon. Xo'p, sog' bo'ling. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Iloyim hamisha sog' bo'linglar boshimizda. Aytganingiz kelsin opajon, sog'ayib keting. Xo'p. Allohga shukr.